Assalomu alaykum yurtdoshlar, kelayotgan hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Men bugun Bemavrid mahsulotini kapsulasi choyi haqida o'zim taassurotlarimni bo'lishmoqchiman. Men bu kapsulani choydan ichib 27 kunda 7 kilo vazn tashadim. Bosh og'riqlarim bor edi. Juda asabiy edim. Ular juda ham sezilarli darajada kamaydi. Qabziyatim umuman kamayib yo'q bo'lib ketdi desam ham bo'ladi. Ishonib, bemalol ichishingiz mumkin. Tabiiy, hammasi tabiiy mahsulot ekan. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Hech qanaqa zarari yo'q. Bemalol olib, ishonib iste'mol qilishlaringiz mumkin. O'zim ham ozdiruvchi dorilar, mahsulotlar ichganman, lekin yuragimni o'ynatib yuborardi. Juda yomon ta'sir qilgan, asabimga ham rosa ta'sir qilgandi. Keyin ishonmay qo'ydim shunaqa dorilarga. Lekin Instagramda kuzatdim Bemavrid mahsulotini. Keyin olib icha boshladim. Bemavrid kuzatuvchilari bemalol ishonib olib iste'mol qilishlaring mumkin. Juda ham ishonchli ekan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.